Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Murod Alimez jamoasi sizlarga yangi onlayn darslarni taqdim etadi. Bu darslarimiz asosan YouTube platformasida bo'ladi. Sababi ko'rayotgan obunachilarimizni kamroq megabaytlarga ketishi o'ylagan holatda YouTube'ga joylab boramiz. Bu darsimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, bu darsimiz matematika milliy sertifikati, ya'ni IDC'ning milliy sertifikat kitobining tahlili bo'lib o'tadi. Hop, nimaga aynan bu kitobni tanladik? Aslida bizda ko'p variantlar bordi, juda ko'p nashriyotlarning kitoblari bordi, lekin men eng optimal variant deb milliy sertifikat kitobini tanladim. Sababi esa ayni shu kitobda 9 ta bo'limdan iborat bo'lgan matematika milliy sertifikatiga aniq tushishi kerak bo'lgan mavzular to'plami mavjud. Hop, demak, o'zi bilasiz, milliy sertifikatda aniq mavzular bor, ya'ni 10-savol nima mavzudan tushadi yoki 7-savol nima mavzudan tushadi. Ayni har bitta mavzuni savolni mavzu qilib jamlangan kitobni sizlarga taqdim etishni biz reja qilib tanladik. Buni bizni YouTube platformamiz orqali ko'rib borishingiz mumkin. Shuning uchun bizni YouTube sahifamizga obuna bo'lib qoling, hamda do'stlaringizga ham ayni shu videoni tarqating. Bizni kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shing.